Assalomu alaykum aka, hammaga ko'rishingiz mumkin. Cobalt bamperiga sensor uстановка qilinyapti bu yoqda. Mana bu yoqda simlari to'rtta mana. To'rttasini teshib qo'yilyapti. Bloklari mana. Kimga shunaqa xizmatga kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Qaysida bezlar bor, hammasi joylashdi mana. Bu yoqda provodkalari akkuratni qo'ldan kelgancha o'tkazilgan. Bular orqada qoladi mashinani. Blok qo'yiladi, xudo xolasa bo'lishlar bilan. Bu sensor yengil narsa emas. Mabodo endi kirib kelgan ustachiligi shogird akalarimiz bo'lsa, просто bitta mana bu qorasi genada massa, постоянный massa bo'ladi. Qizil simini zalnidan chiqayotgan plusokka ulab qo'yasizlar, bo'ldi. Keyin bu shtekillariga sensor shtekillari kiradi. Boshqa hech qanaqa olinadigan narsasi yo'q. Mabodo endi kirib kelgan shogird akalarimiz bo'lsa, foydali bo'ladi deb o'ylayman.